Ushbu loyiha Asaka Bank tomonidan moliyalashtirilgan va amalga oshirilmoqda. Loyiha Farg'ona viloyati Toshloq tumani Besarang MFY hududida joylashgan 111-sonli konturda tashkil etilgan. Maydon hajmi 10 gektar bo'lib, ushbu hududda qovun ekilgan. Hozirgi vaqtda qovunlar gullash bosqichida, ekinlarni yetishtirish 113 kun davom etadi. Parvarish jarayonida sug'orish, mineral va organik o'g'itlardan foydalaniladi. Loyiha Asaka Bank tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanmoqda. Loyiha doirasida 30 ta dehqon xo'jaliklari faoliyat olib bormoqda. Har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 33 sotixdan yer ajratilgan. Loyihani tashkil etishda Xonariq tomorqa xizmati MChJ ishtirok etmoqda. Rejaga ko'ra har bir gektardan 35 tonna, jami 350 tonna qovun olish kutilmoqda. Loyiha Asaka Bank tomonidan belgilangan reja asosida monitoring qilinmoqda.